Men 100 ga xod qilib sochingizni yuvmagansiz. Nima farqi bor sizga? Telefonni qarang, siz undan ko'ra. Tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Ne aqlini yo'qsiz? Qanaqa qilyapsizman? Jinnimisiz siz? Nech pul olyapsiz mana? 512 talikni. 512 93 или 92. Ya ko'rib bo'ldim buni 92 ga. Xo'p, 1300. 1300. Telefonning narxi unaqa bo'lmayapti hozir. O'shani sal chiroyliroq narxi aytsangiz, sizni tashab telefoningizni o'zini olib ketaman. Men hali ham telefonni sotishga keldim. Bo'ldi, nech pul? 1300. 1300 lik telefon emas, 700 dollar beraman. Voy, nimasi? Nimasi? Hech qayerda sinmagan. Hop. Ideal. 512. Hop. Tushunmayman. Nima? Mana g'illa emasman, ko'rdim hammasini, rasho chotki, gap yo'q. Ideal ekan. Xo'p. O'shanga o'zingizdan so'rayapman, 700 dollar bo'ladimi? Oke, jinni bo'lib qolganmisiz? Ana shu pulga otib olayman. Qanaqa 700 dollar? Ha, itarib yuboraman-da o'shatga. Birato'la telefoningiz shundoqga qoladi menda. 700 dollarga 12 olasiz. Olib keling, telefonimmi? Hop, qo'lingizga olib turing. Mani telefonimmi? Hop, soddalashyapman. Hali sizga o'tmadi-yu. Hop, nech pul? 800 bo'ladimi? 8 ga o'zingizni sotasam bo'lmaydimi? Bo'ladi, olasizmi, ketaman siz bilan? Keyin faqat berib yuboraman-da boshqasiga. Yo'q, bo'ldi, qiz bolaga berasizmi? Yo'q, bolalarga beraman. Yo'q. Qizda turibdi, qarang. Bir-biriga qarab. Terib olib turishdi. Yo'q, menga qarang. 800 beraman, olib ketaman. Bo'ladimi? Yo'q. Ha. 1300. 1300? Yo'q, ko'tarmaydi unaqa narxga. Realniy narx bo'lsa olaman. 900 bo'ladimi? Ha. 1300. 1300 bo'lmaydi. Realniyroq narx Nimasi ayting. bo'lmaydi? Qani shunaqa qattimsiz? G'alatimisiz siz? g'alatiman. Ana asabim bizmi? Mana shu bilan uraman hozir. Yo'q, siz o'zingizdan ketibsiz. Men Instagramingizga chiqayotgan qizlar emasman. Prosta qimmat olayotganingiz uchun keldim. Bo'lmasa bering. Ming bo'ladimi? Men maydalashmayman. Qiz bola ekansiz, bo'ldi, olaman, ketaman. Men asabimni bizmi? Men yo'q. Ming bo'ladimi? Sani. Bo'ldi. Men sizga foydali ham narsa o'rgatib ketmoqchi edim. Instagramga kirasiz, silka kopirovka qilasiz. Endi sekin menga reklamani Ya, menga qarang, audio sevib botda qidirasiz. Men bu bot ishlatayotganimda siz hali yurudingiz. Endi Menga qarang. Nu, shunaqa deyapsiz-ku. Buni men o'zim ishlab chiqqanman. Silkani tashlaysiz-ku. Siraz video skachat qilib beradi, qo'shuvni yuklab olishni bossangiz, muzikalargacha ham chiqazib beradi. Audio sevib bot. Menga qarang, men buni bilaman. Men buni ishlatayotganimda siz ani turishingiz nech bo'ldi? Video olib yurardingiz. Kuzatar ekansiz-a? Fanatsiz bo'ldi. Bering telefonni yoqqa, men tekshirib olay.